2025-yil fevral oyi uchun namoz vaqtlari O'zbekiston musulmonlar idorasi tomonidan tasdiqlangan taqvim asosida tuzildi. Taqvim Toshkent vaqti bo'yicha tuzilganligi sababli Toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi quyidagi jadvalda keltirildi. Ushbu jadvalda esa fevral oyining dastlabki 10 kuni uchun namoz vaqtlari keltirilgan. Eslatib o'tamiz, ushbu rasmdagi vaqtlar Toshkent vaqti bo'yicha tuzilgan. Toshkentdan boshqa viloyatlardagi vaqtlar farqi bundan oldingi jadvalda ko'rsatilgan. Misol uchun, 1-fevral uchun bomdod vaqti 06:13, keyin quyosh, peshin, asr, shom va xufton vaqtlari keltirilgan. Ushbu jadvalda esa fevral oyining 11-sanasidan 19-sanasigacha bo'lgan namoz vaqtlari keltirildi. Arab tilini 4 soatda o'rganish deb yozsangiz, to'liq holatda arab tili alifbosini o'rgansangiz bo'ladi. Undan so'ng tajvid darslari, undan so'ng esa Qur'on o'qishni to'liq holatda o'rgansangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa biz